Agar sizda bank kartasi, telefon raqami, Telegram akkaunt, plastik karta orqali to'lovlar yoki internetda ochilgan shaxsiy kabinetingiz bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Oxirgi paytlarda oddiy odamlarning pullari, akkauntlari va shaxsiy ma'lumotlari qanday yo'llar bilan o'g'irlanmoqda, nima o'zgardi va o'zingizni qanday himoya qilishingiz kerak? Bu ma'lumotni hozir eshitib olmasangiz, ertaga kech bo'lishi mumkin. Chunki firibgarlar endi avvalgidek qo'pol usulda emas, juda ishonarli, juda tez va juda psixologik bosim bilan ishlayapti. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bu ma'lumot yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Oldin firibgarlik deganda ko'pchilik ko'chada aldash, soxta hujjat, qarz olib qaytarmaslik yoki tanish orqali pul undirishni tushunardi. Ya'ni odam odatda firibgar bilan yuzma-yuz uchrashardi, uning gapini eshitardi, shubhalansa vaqt topardi, maslahatlashardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Firibgar sizning uyingizga kelmaydi. Siz bilan choy ichmaydi, hujjat ko'rsatmaydi. U sizga telefon qiladi, Telegramdan yozadi, bank nomidan xabar yuboradi, davlat xizmatlari yoki kuryer xizmati nomidan havola tashlaydi. Ba'zan esa sizning tanishingizning akkauntidan yozgandek ko'rinadi. Eng xavfli tomoni shundaki, ular odamni o'ylashga qo'ymaydi. Ular doim shoshiradi. Hozir tasdiqlamasangiz kartangiz bloklanadi. Hozir kodni aytmasangiz hisobingiz yopiladi. Hozir pul o'tkazmasangiz jarima bo'ladi. Hozir havolaga kirmasangiz buyurtmangiz bekor qilinadi. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Odamning puli texnik bilimsizligi sababli emas, aynan shoshilgani sababli ketadi. Firibgarlar texnikadan ko'ra ko'proq inson psixologiyasidan foydalanadi. Qo'rqitish, qiziqtirish, uyaltirish, shoshirish, ishonch uyg'otish mana shu 5 ta usul ularning asosiy quroli. Oldin bank kartasidan pul yechish uchun karta qo'lda bo'lishi, PIN kod bilinishi yoki bankomatga yaqin borish kerak edi. Hozir esa karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod yoki ilovaga kirish kodi qo'lga tushsa, odam uyda o'tirgan bo'lsa ham hisobidan pul ketishi mumkin. Ba'zan firibgar karta ma'lumotini ham so'ramaydi. U odamni o'zi pul o'tkazishga majbur qiladi. Masalan, xavfsiz hisobga o'tkazing, tekshiruv uchun vaqtincha yuboring, kreditni bekor qilish uchun balansni bo'shating kabi gaplar bilan odamni o'z qo'li bilan pul o'tkazishga undaydi. Birinchi va eng muhim qoida, hech bir bank xodimi sizdan SMS kod, karta PIN kodi, mobil ilova paroli yoki bir martalik tasdiqlash kodini so'ramaydi. Men buni aniq aytaman. Agar sizga qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xodimi, xavfsizlik bo'limi, prokuratura, ichki ishlar, soliq, davlat xizmati yoki operator deb tanishtirib kod so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Haqiqiy tashkilotlar sizning shaxsingizni boshqa yo'l bilan tekshiradi. Ular sizdan maxfiy kodni og'zaki aytishni talab qilmaydi. Ikkinchi qoida, havolalar eng katta xavf manbalaridan biri. Sizga sovg'a yutdingiz, kompensatsiya oling, subsidiyaga ariza bering, jarimani tekshiring, kuryer manzilini tasdiqlang, bank kartangizni yangilang degan xabar kelsa, havolaga bosishdan oldin 2 marta emas, 5 marta o'ylang. Chunki soxta saytlar haqiqiy saytga juda o'xshab ketadi. Ranglari bir xil, logotipi bir xil, yozuvlari bir xil bo'lishi mumkin. Farq odatda manzilda bo'ladi. Bitta harf almashgan, ortiqcha belgi qo'shilgan, domen g'alati yozilgan bo'ladi. Oddiy odam shoshilganda buni sezmaydi. 3-qoida. Oson pul taklifi deyarli doim xavfli. Masalan, sizga 1 million so'm qo'ying, 3 kunda 1 million 500 ming so'm qilib beramiz. Kartangizni ijaraga bering, oyiga 2 million so'm olasiz. Nomingizga hisob ochamiz. Sizga ulush beramiz deyishsa, bu nafaqat pulingizni yo'qotish, balki qonuniy muammoga tushish xavfini ham tug'diradi. Kartasini yoki hisobini boshqa odamga bergan fuqaro keyinchalik firibgarlik zanjirida ishtirokchi sifatida ko'rilishi mumkin. Siz men bilmaganman desangiz ham, pul sizning hisobingizdan o'tgan bo'lsa, izoh berishingizga to'g'ri keladi. Men birinchi navbatda yosh katta ota-onalarimiz bank ilovasidan yaqinda foydalanishni boshlaganlar, internetda ko'p savdo qiladiganlar, onlayn buyurtma beradiganlar, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lganlar va tadbirkorlarni alohida ogohlantiraman. Yoshi katta insonlar ko'pincha rasmiy ohangda gapirgan odamga ishonib qoladi. Firibgar esa aynan shu ishonchdan foydalanadi. U sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda, hisobingizdan pul yechilmoqda, kartangiz bloklandi desa, odam vahimaga tushadi va ko'rsatmaga amal qiladi. Masalan, real hayotda ko'p uchraydigan holatni olaylik.
28 yoshli ayolga bank xavfsizlik bo'limidanman deb qo'ng'iroq qilishadi. Unga sizning nomingizdan 22 million so'mlik kredit olinmoqda. Uni to'xtatish uchun ilovaga kirib tasdiqlashni bekor qilishingiz kerak deyishadi. Keyin undan SMS kod so'rashadi. Ayol kodni aytadi, firibgar ilovaga kiradi, kreditni haqiqatan rasmiylashtiradi va pulni boshqa hisobga o'tkazadi. Bu yerda ayol kreditni firibgar oldi deb o'ylaydi. Lekin texnik jihatdan tasdiq uning telefonidagi kod orqali amalga oshgan bo'ladi. Keyin bank bilan nizolashish juda qiyinlashadi. Yana bir misol, yigit internetda telefon sotib olmoqchi bo'ladi. Narxi bozordan 20% arzon. Sotuvchi: "Aka, odam ko'p so'rayapti. Ushlab turishim uchun 5000 so'm zaqalat tashlang" deydi. Yigit pul yuboradi. Keyin sotuvchi yana kuryer uchun 200 ming, sug'urta uchun 300 ming. Chek rasmiylashtirish uchun 1 ming deb bosqichma-bosqich pul so'raydi. Oxirida akkaunt ochadi. Bu yerda katta firibgarlik murakkab texnika bilan emas, arzon narxga qiziqish va shoshilish orqali amalga oshdi. Tadbirkorlar ham xavf ostida. Masalan, do'kon egasiga ulgurji tovar bor, hozir to'lasangiz ertaga yetkazamiz deyishadi. Soxta shartnoma, soxta muhr, soxta yuk xati yuboriladi. Tadbirkor 15 yoki 30 million so'm oldindan to'laydi. Ertasi kuni telefon ochadi. Bunday holatda odamlar ko'pincha hujjat bor edi-ku deydi. Lekin hujjatning rasmi borligi uning haqiqiyligini anglatmaydi. Kontragentni tekshirish, firma ro'yxatdan o'tganmi? Hisob raqami kimga tegishli? Oldin kimlar bilan ishlagan? Ofisi bormi? Bularni ko'rmasdan katta to'lov qilish xavfli. Endi muhim jihat, hamma xabar ham firibgarlik emas. Bankdan haqiqiy SMS kelishi mumkin. Davlat xizmatlaridan haqiqiy bildirishnoma kelishi mumkin. Kuryer haqiqatan qo'ng'iroq qilishi mumkin. Lekin farq shundaki, haqiqiy xizmat sizdan maxfiy kodni aytishni, kartangizdagi hamma ma'lumotni berishni yoki pulni xavfsiz hisobga o'tkazishni talab qilmaydi. Agar sizga bank kartangiz bloklangani haqida xabar kelsa, xabardagi havolaga kirmang. Bank ilovasini o'zingiz oching yoki kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Agar davlat xizmatidan xabar kelsa, brauzerda manzilni o'zingiz tering yoki rasmiy ilova orqali tekshiring. Vahimaga tushmaslik ham himoyaning bir qismi. Chunki vahima odamni xato qildiradi. Firibgarlar aynan shuni kutadi. Ular sizga tanlash imkonini bermayotgandek gapiradi. Hozir ayting, hozir bo'lsin telefonni qo'ymang. Hech kimga aytmang. Bu maxfiy operatsiya kabi iboralar juda katta xavf belgisi. Men bunday vaziyatda doim bitta oddiy qoidani tavsiya qilaman. Telefonni qo'ying, 5 daqiqa kuting, mustaqil tekshiring. Haqiqiy muammo 5 daqiqada yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin firibgarning rejasi aynan shu 5 daqiqada buziladi. Ba'zan odamlar men hech kimga kod aytmaganman, baribir pulim ketdi deydi. Bunday holatlar ham bor. Sababi telefoniga zararli dastur o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Telegram akkaunti oldinroq qo'lga olingan bo'lishi mumkin. Yoki odam soxta saytga karta ma'lumotlarini o'zi kiritgan bo'lishi mumkin. Ayrim zararli ilovalar SMS'larni ko'rishi, ekrandagi harakatlarni kuzatishi yoki bildirishnomalarni o'qishi mumkin. Ayniqsa Android telefonlarda noma'lum joydan APK fayl o'rnatish juda xavfli. Bu ilovani o'rnating, bonus olasiz. Kuryerni kuzatish uchun ilova. Jarimani tekshirish dasturi degan bahona bilan zararli dastur o'rnatilishi mumkin. Yana bir nozik jihat, firibgarlar tanishingizning ovozi yoki uslubidan foydalanishi mumkin. Masalan, Telegramda do'stingiz yozgandek, tezda 20 million so'm tashlab tur, kechqurun qaytaraman degan xabar keladi. Siz do'stingizning rasmi, ismi, yozish uslubini ko'rasiz va ishonasiz. Lekin uning akkaunti buzilgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda albatta telefon qilib ovozini eshiting. Agar telefon ko'tarmasa, boshqa yaqindan so'rang. Pul yuborishdan oldin bir marta tekshirish uyat emas. Aksincha tekshirmaslik qimmatga tushadi. Kredit masalasida ham ehtiyot bo'ling. Agar sizga nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda deyishsa, hech qanday kod aytmang, ilovada hech narsani tasdiqlamang. Darhol bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Kredit tarixingizni rasmiy manbalar orqali tekshiring. Ba'zan firibgar odamni kreditni bekor qilish uchun o'zingiz kredit oling va pulni biz aytgan hisobga yuboring deb ishontiradi. Bu juda xavfli sxema. Kreditni siz olgan bo'lasiz, pulni siz yuborgan bo'lasiz. Keyin esa qarz sizning zimmangizda qoladi. Yana bir keng tarqalgan tuzoq soxta ish takliflari. Uyda o'tirib kuniga 300 ming so'm topasiz. Faqat kartangiz kerak. Faqat pul qabul qilib boshqa joyga o'tkazasiz deyshadi.
Bu oddiy ish emas, ko'pincha noqonuniy pul aylantirish zanjiri bo'ladi. Siz o'zingizni ishchi deb o'ylaysiz. Lekin aslida jabrlanuvchilardan kelgan pullar sizning kartangiz orqali o'tadi. Keyin tergov boshlansa, birinchi navbatda karta egasi topiladi. Shuning uchun hech qachon kartangizni, bank ilovangizni, sim kartangizni yoki pasport ma'lumotlaringizni pul evaziga birovga bermang. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi bank ilovalarini tekshiring. Ilova faqat rasmiy do'kondan, ya'ni App Store yoki Google Play'dan o'rnatilgan bo'lsin. Noma'lum APK fayllarni o'chiring. Telefon sozlamalarida noma'lum manbalardan ilova o'rnatishga ruxsat berilgan bo'lsa, uni o'chirib qo'ying. Har bir bank ilovasi uchun kuchli parol yoki biometrik himoya yoqing. Telefoningizning o'zida ham ekran qulfi bo'lsin. 1234 tug'ilgan sana. Telefon raqamining oxiri kabi oson kodlardan foydalanmang. Ikkinchi qadam, Telegram va boshqa messenjerlarda 2 bosqichli himoyani yoqing. Telegramda sozlamalarga kiring. Maxfiylik va xavfsizlik bo'limidan 2 bosqichli parolni o'rnating. Bu juda muhim. Chunki faqat SMS kod bilan akkauntni himoya qilish yetarli emas. Agar firibgar sim kartaga yoki SMS ga kirish imkoni olsa, akkauntingizni olib qo'yishi mumkin. 2 bosqichli parol esa qo'shimcha devor bo'ladi. Parolni eslab qoling, lekin uni hech kimga aytmang. Uchinchi qadam, kartangizdagi limitlarni sozlang. Ko'pchilik kartada internet to'lovlari uchun limit yo'qligini bilmaydi. Bank ilovasida kunlik yoki oylik limit qo'yish mumkin bo'lsa, uni o'zingizga mos qilib kamaytiring. Masalan, siz odatda internet orqali oyga 500 ming so'mdan ko'p to'lov qilmasangiz, limitni juda katta qoldirishning hojati yo'q. Katta xarid kerak bo'lsa, vaqtincha oshirasiz, keyin yana pasaytirasiz. Bu oddiy odat katta yo'qotishning oldini olishi mumkin. 4-qadam, alohida karta ishlating. Men odamlarga doim shuni maslahat beraman. Asosiy jamg'armangiz turgan kartani har joyga kiritmang. Internet xaridlar, obunalar, taksi, yetkazib berish xizmatlari uchun alohida karta oching va unda faqat kerakli miqdorda pul saqlang. Masalan, asosiy kartada 10 million so'm tursa, internet to'lovlari kartasida 200 yoki 300 ming so'm tursin. Agar ma'lumot sizib chiqsa ham zarar cheklangan bo'ladi. 5-qadam, yaqinlaringiz bilan oldindan xavfsizlik kelishuvi qiling. Oilangizda shunday qoida bo'lsin, kimdir pul so'rasa, albatta telefon orqali tasdiqlanadi. Agar bola, aka, uka, opa-singil, do'st Telegramdan yozib pul so'rasa, siz darhol qo'ng'iroq qilasiz. Agar u telefon qilmasa, bu shubhali. Yana bir oilaviy qoida. Hech kim bank kodi, SMS kod, pasport rasmi, karta rasmi yubormaydi. Bu qoidalarni ayniqsa ota-onalarga sodda tilda tushuntiring. Ularga hech qachon kod aytmang deb bir marta emas, bir necha marta aytish kerak. Agar siz allaqachon kod aytgan bo'lsangiz yoki pul ketgan bo'lsa, eng avvalo vaqt yo'qotmang. Birinchi ish, bankka darhol qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Bank ilovasiga kira olsangiz, kartani o'zingiz ham vaqtincha bloklang. Ikkinchi ish, barcha parollarni almashtiring. Bank ilovasi, Telegram, elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar hammasida parolni yangilang. Uchinchi ish, telefoningizda noma'lum ilovalarni tekshiring, shubhali ilovalarni o'chiring. Zarur bo'lsa, telefonni mutaxassisga ko'rsating yoki muhim ma'lumotlarni saqlab, zavod sozlamalariga qaytaring. 4-ish, bankdan operatsiya haqida ma'lumot oling. Qaysi vaqtda qaysi hisobga, qancha pul ketganini yozib oling. Screenshotlar qiling. SMS'lar, qo'ng'iroqlar ro'yxati, Telegram yozishmalari, havolalar, karta operatsiyalari hammasini saqlang. Hech narsani o'chirmang. Chunki keyin ariza yozishda dalil kerak bo'ladi. 5-ish, ichki ishlar organlariga yoki kiber jinoyatlar bilan shug'ullanuvchi bo'limlarga murojaat qiling. Arizada voqea vaqtini, telefon raqamlarini, hisob raqamlarini, yuborilgan havolalarni, zarar miqdorini aniq ko'rsating. Ariza yozganda meni aldashdi deb umumiy yozib qo'ymang. Aniq yozing. Falon sanada, falon vaqtda, falon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. O'zini falon tashkilot xodimi deb tanishtirdi. Mendan falon kodni so'radi. Shundan keyin falon kartadan falon miqdorda pul yechildi. Agar Telegram orqali bo'lgan bo'lsa, akkaunt nomi, username, yozishma screenshotlari. Pul yuborilgan karta yoki hisob raqamini ilova qiling. Qancha aniq yozsangiz, tekshiruv shuncha oson bo'ladi. Yana bir muhim narsa, firibgarlikdan keyin sizga pulingizni qaytarib beramiz deb yana boshqa odamlar chiqishi mumkin. Ular advokatimiz, bank ichida odamimiz bor, pulni muzlatib qo'yganmiz.
komissiya to'lang deyishadi. Bu ikkinchi firibgarlik bo'lishi mumkin. Aldangan odam ruhiy jihatdan zaif holatda bo'ladi. Pulini qaytarishga umid qiladi va yana aldanishi mumkin. Shuning uchun pulni qaytarish uchun ham hech kimga oldindan to'lov qilmang, maxfiy ma'lumot bermang. Faqat rasmiy organlar va bank orqali ish yuriting. Men sizga tezda tanib olish uchun asosiy belgilarni sanab o'taman. Birinchisi sizni shoshirishadi. Ikkinchisi maxfiy kod so'rashadi. Uchinchisi telefonni qo'ymaslikni talab qilishadi. To'rtinchisi hech kimga aytmaslikni so'rashadi. Beshinchisi rasmiy bo'lmagan havolaga kirishni aytishadi. Oltinchisi pulni boshqa hisobga vaqtincha o'tkazishni talab qilishadi. Yettinchisi juda katta foyda va'da qilishadi. Sakkizinchisi qo'rqitishadi. Masalan, karta bloklanadi, jarima bo'ladi, kredit ochiladi deyishadi. Shu belgilarni ko'rsangiz, suhbatni to'xtating va mustaqil tekshiring. Oddiy misol, haqiqiy bank xodimi sizga muammo bo'lsa, bankning rasmiy raqamiga murojaat qiling deyishi mumkin. Firibgar esa aksincha sizni o'z nazoratida ushlab turishga urinadi. U sizga hozir telefonni qo'ysangiz, operatsiya amalga oshib ketadi deydi. Bu yolg'on bo'lsin. Haqiqiy bank tizimi siz telefonni qo'yganingiz uchun ishlamay qolmaydi. Haqiqiy xavfsizlik xizmati sizni maxfiy operatsiyaga jalb qilmaydi. Haqiqiy davlat xodimi Telegram orqali karta raqam so'rab o'tirmaydi. Bugungi asosiy fikr shuki, hozirgi firibgarliklar avvalgidan ancha tez, ancha ishonarli va ancha psixologik bo'lib qolgan. O'zingizni himoya qilish uchun murakkab dasturchi bo'lish shart emas. Sizga kerak bo'lgan narsa shoshilmaslik, kod aytmaslik, havolani tekshirish, kartaga limit qo'yish, ikki bosqichli himoyani yo'qish va har qanday pul operatsiyasini mustaqil tasdiqlash. Men ekspert sifatida shuni qat'iy aytaman. Ko'p holatda pulni saqlab qolish uchun bitta oddiy harakat yetadi: telefonni qo'yish va rasmiy manba orqali qayta tekshirish. Agar bu videodagi ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday holatga duch kelganmi? Tajribangiz boshqalarga ham saboq bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, yaqinlaringiz, do'stlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir millionlab so'mini, akkauntini yoki tinchini saqlab qolishi mumkin.